Akalar assalomu alaykum. Riksha so'raganlarga mana yangi rikshamiz keldi. Bitta shofer orqada 2 kishi bemalol o'tirib ketaveradigan. Yosh kattalarga ham, ayollarga ham hammaga udobniy bo'lgani mana. Bog'chaga, maktabga, sadikka, bozorga mana ota-onasiga podarka qilaman degan, uyga olib beraman deganlarga bemalol kelaverasizlar. Adresimiz Uchta Alipo restoran bilan keyin restoran o'rtasida. To'xtanchi. Mana telefon postavkalari bor, planshet, tablolar, ventilyatorlari, parkovkasi, 3 ta skorli, bitta zaryad bilan 70 km yuradi. Hamma joyi chotki. Orqasida bagajlari bor, sidinani ko'tarsa, shu bagaj bo'ladi. Deydi bagajlar bor va tenti bor. Ikkita tomonini bekitib olsa bo'ladigan, bemalol yuradigan o'zining tentlari bor. Sovuqda, shamolda issiqqina ketaveradi. Narxi 115 ming so'm. 115 ming so'm. Bu narsalar qimmat yuradi. Original narsa. Kak mashinada qada. Kimga kerak bo'lsa kelaverasizlar. Shu yerda tenti bor, shu tentini qo'yib olsalaring, qo'yib berishadi. Shunday qo'yiladi. Bo'ldi, ketilaveradi. Orqada kishi bemalol ketadi. 32 akkumulyatorda joylashgan, miya motorlari minglik. 115 ming so'm. Assalomu alaykum akalar. Yangi furamiz yetib keldi, ikkinchi partiya. 1,5 tonnali murovilarimiz keldi. Shu 1800 miya motor, 60-72 amper akkumulyator bo'ladi. Yangi murovilarimiz keldi akalar. Shu aksiya bo'yicha bir murovi olganlarga bitta velosiped qo'shib beryapmiz. Bemalol kelaverasizlar akalar. Yangi furamiz keldi. Bugun tushirib, ertaga xudo xolasa zborga olib chiqamiz sotuvga. Akalar, ikkita motorolimizni batkinga yuklab beryapmiz. Ustma-ustun qilib yuklab qo'ydik. Hozir buni porterga yuklaymiz akalar. Porterga yuklab chiqaveramiz. 100 minglik aksiyada muroviimizni beryapmiz akamlarga. Keyin samosvalni 130 mingga sotdik akamizga, velosipedlari bilan chiqarib batkinga hozir yuklab beramiz. Furaga yuklab ketishyapti. Assalomu alaykum akalar. Akamiz bitta murovi, bitta skuter olishdi. Bittasini o'zim uyda ishlataman deyishyapti. Dalada, ayilda dastavkaga ish qilaman deyapti. Bittasini ballariga olib berishdi. Uyda ayolim haydaydi, sadikka ballar tashab, ovora olib keladi deyishdi. Akamizga chiroyli narxda qilib berdik. Servis qog'ozlarini yozib chiqarib yuboryapmiz. Aravonga olib ketishyapti akamiz. Bemalol kelaverasizlar akalar. Pastdagi nomerlarga telefon qilsalaring, tushuntiramiz. Qanaqangi akkumulyator bo'ladi, narxi qancha bo'ladi, servis qog'ozlarini ham o'zimiz tushuntirib beramiz akalar.